Hammaga salom. Sizlar bilan yana Jasur Kambek. Va bu videoda biz Julian haqida gaplashamiz. Julian bu juda kuchli giroy. Asosan mag va o'tadigan giroylar, jon beradigan giroylar uchun juda xavfli. Va o'ziga o'xshagan XP o'ynagan giroylarni ham bemalol o'ldira oladi, ya'ni Thanos va Arbusga o'xshaydigan giroylar bilan olish oladi. Ammo uning ishlatishida qiyinroq. Ammo o'ynashni bilsangiz, juda ko'p giroylarni o'zingiz o'ldira olasiz. Va agar siz uni to'g'ri kombinatsiya qilishni bilsangiz, juda oson giroy hisoblanadi, lekin birinchi o'ynashda juda qiynalasiz, chunki uni tushunish juda qiyin. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Sizlarga iltimos shu videoga qancha odam ko'rsa, o'shancha odam like va obuna tugmasini bossin. Asosan like bosinglar, xo'pmi? Va sizlarga hozir men qanday qilib Julianni to'g'ri kombinatsiya qilishni o'zim o'rgataman. Qara bo'lmasa, ketdik. Alert. Julian asosan magga ishlaydi va u ko'proq mana bunaqa mag narsalar oladi. Mana tushuntiraman, agar siz buni otib, buni qilsangiz sizlarda qolasiz. O'zingiz ikki narsa qilsangiz, o'sha endi yemisini ko'rsataman. Siz buni bosib, buni qilsangiz mana qoladi. Bu esa buni kuchaytiradi. Menimcha buni qilib qanday qoladi? Buni qilsangiz siz buni o'ta olasiz. Ya'ni Julianni ikkita qobiliyat ishlatsangiz, bittasi kuchayadi. Mana ko'rsataman yana. Qanday qiladi? Buni otib, buni qilsangiz mana. O'rgangizda juda qiyin emas. Hozir ko'p foyda olasiz. Hop. Buni bosib, netlab, hop. Ko'rganingizda bu bilan buni birlashtirsa bir kuchayadi. Bu bilan buni bossam bu kuchayadi. Bu ikkovini qilsam o'rta kuchayadi. Bunday qilib, o'rta kuchayib, zarba oladi. Va Julian asosan mana bunaqa mag bo'la oladi va uni non chopishini ko'ramiz. Bunday qilib, non chopishi ham yaxshi. Va Julianni ishlash sal uncha qiyin emas. Faqat salgina tushunish kerak. Va sizga nima desam? Julianni ko'proq Legoga yaxshiroq. Lekin XP ga o'tsa beradi, chunki XP ham o'ynaydi. Lekin ko'proq Legoga tezroq kuchayadi. Bilangizda juda buni bossam bir kuchayadi. Buni qilsam buni kuchayadi, ikkini o'z kuchayadi. Agar ikkini olsam, buni o'zini bunday qilaylik. Buni olsam, buni kuchaymaydi, buni olsam. Julian, giroy ishlatishni bilsangiz, ko'p giroylarni o'zingiz o'ldira olasiz. Hozir ko'ramiz. Legendary. Oson ketdi. Sizlar shu videoga like va obuna bossangiz, maqsadga yana boshqa giroylarni qilaman. Bu Julian bilan qilishimdan bitta obunachi so'rovda hozir qilyapman. Sizlar kommentga yozib bitsangiz, men boshqa giroylarni ham sizlarga ko'rsataman. Va videomiz shu yerda tugaydi. Iltimos, like tugmasini bosib qo'yinglar. Legendary. Ana video. Ana endi tugadi